Assalomu alaykum hammaga. Bizni kuzatib kelayotgan va shu darsgacha yetib kelgan hammaga alangali salom. Xo'sh, bugungi darsimizda Pythonda farqlash qiyin bo'lgan mavzulardan biri, ya'ni ko'pchilik ishlaydigan mavzulardan biri array va list mavzusi. Ikkalasining bir-biridan farqi aynan Pythonda qanday bo'ladi? Shu bilan tanishib o'tamiz. Misol uchun n degan o'zgaruvchi berib, bu yerga son va true bool tipidagi va string tipidagi elementlarni bersak bo'lardi. Va ko'rib turganimizdek natija mana bunday, ya'ni chop etildi. Bu Pythonda list, uni ustida append, remove, pop va ko'plab qo'shish, indekslar bo'yicha kesish, saralash, tartiblash va hokazo elementlarni bajarsak bo'ladi. Va listga oid darslik ham bor, ko'rishni tavsiya qilaman. Va bugungi asosiy tanishadiganimiz list va array. List bunday. Endi bizga array qanday? Pythonning o'zining array degan kutubxonasi bor. Undan import qilishimiz mumkin arrayni va unda array deb sonlar hosil qilishimiz mumkin. Va buni print deb array deb chop qilib ko'radigan bo'lsak, not argument, argument berishing kerak deyapti. Ya'ni shunday to'g'ridan to'g'ri bunga elementlar berib keta olmaysan deyapti. Va kelinglar biz oddiy har doim ko'p ishlatiladigan i degan argument beraylik. Ya'ni Pythonning oddiy arrayni mana bunday qilib, ya'ni joriy qilishimiz mumkin. Va list bilan array farqi mana bu yerda agar biz true deb bool tipidagi element beradigan bo'lsak, bu bir qiymat qaytardi. Aynan mana bu yerda true emas, ya'ni true ni 1 deb olib ketdi. False bersak nima bo'ladi? False ni esa bu 0 deb olib ketdi. Endi string bersakchi, stringda bu xatolik qaytardi. Ya'ni arrayda faqat bir turdagi ma'lumotlar bo'lishi kerak. Mana bu listda esa biz bool, string, float turdagi elementlarni berib ketishimiz mumkin edi. Arrayda esa aksincha, faqat bir turdagi elementlar berish kerak. Va listdan afzalligi bir turdagi elementlar bo'lishi kerak va kam xotira oladi, tezroq ishlaydi. Ya'ni listdan ko'ra array. Va bu birinchi Pythonda bunday qilish mumkin va undan tashqari NumPy'ning array degan kutubxonasi bor va u bunga nisbatan tezroq, ya'ni tezlik jihatdan anchagina tez. Matematik hisob-kitoblarda juda kuchli. O'lcham 1D, 2D, 3D o'lchamdagi ma'lumotlarni hisob-kitob qilishda juda ko'p ishlatiladi. From NumPy import va
mana bunday qisqartma nom bilan belgilab olamiz va array qilib np nuqta array mana bunday qiymatlarni berib va natijani ko'radigan bo'lsak, mana bizga natija 1 2 3 4 5 ma'lumotlar array bo'lib qaytdi. Va bu arrayga ham kelinglar, true bool tipidagi qiymat berib qo'yaylik. Boolni 1 deb tanidi, false bersak 0 deydi va bunda ham string beradigan bo'lsak, stringni ham oldi. Ya'ni mana bundan farqli o'laroq bunda bu stringni ham olib ketdi. Va e'tibor beradigan joyi, mana bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak 1 2 3 4 5 6 larni ham qo'sh tirnoqqa olib ketyapti. Bu nima degani? Mana bu elementlar ham aynan string turida degani. Ya'ni bularni biz bu yerda son qilib, mana bu yerda string berganimiz bilan bo'ldi, biz son va stringlarni qo'yib ketdik deb ayta olmaymiz va bizga natija esa hamma elementlarni stringga o'tkazib qaytaryapti. Ya'ni biz aytib o'tgan edik, array faqat bir turdagi ma'lumotlarni qabul qiladi va NumPydagi arrayning afzalligi ham aynan shu xatolik chiqarmaydida, ma'lum bir turga o'tkazib bizga chiqarib beradi. Misol uchun, ya'ni qo'shish deyarli bir xil. Endi farqini list bilan arrayni farqini ko'rib o'tirsak, masalan, listda birorta son bo'lsin-da, uni har birini 2 ga ko'paytirib qo'yaylik va mana bu yerda l deb 1 2 3 4 5 6 mana bunday bo'lsin. Va biz mana bu yerda for in l va har birini nechiga mayli 2 ga ko'paytirib chop qo'yaylik. Print l 2 deb chop qo'yadigan bo'lsak, ko'rishingiz mumkin, ikkilantirib, ya'ni har bir listni ikkilantirib chop qildi. Yo, menimcha bizda bunday javob qaytmasligi kerak. L list, biz mana bu i'ni, ya'ni elementlarni, mana elementlarni ko'rishimiz mumkin. Ikkilantirgani, listda shunday edik. Buni qisqaroq qilib print har bir i'ni 2 ga ko'paytirilgani for i in l qilib ham qo'yardik. Mana bularni listga olish kerak. Ya'ni list comprehensionda mana bu yerda bitta listga chiqarish. Va endi arrayda qanday bo'ladi? Arrayda ham arrayda aksincha biz unday qila olmaymiz. Arrayda har bir shunchaki arrayni 2 ga ko'paytirib qo'yamiz. Nimadir xato. Out quarks in necessary okey, mana bular mana bunday bo'lishi kerak. Tipida xato ketdi va mana bu array va mana bu list. Yana bir ajratib turadigan qismi, mana bu e'tibor beradigan bo'lsak, listda virgullar bilan ajratilgan, arrayda esa
Virgul yo'q. Xo'sh, array asosan NumPy'ning shu array kutubxonasi ko'p ishlatiladi, chunki anchagina qulay. Bu qaysi sohalarda ko'proq ishlatiladi? Matematik hisob-kitob, data science, ML ya'ni machine learning, static analysis, rasm, signallar, katta hajmdagi sonlar bilan ishlashda aynan shu array Pythondagi kutubxona shu ishlatiladi. Ya'ni list Pythonda list va array bir-biriga yozilish jihatdan juda o'xshash bo'lganligi uchun adash ko'pchilik adashtiradi. Bugungi darsda shu mavzuni qo'limdan kelganicha ochib berishga harakat qildim. Keyingi darsda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.